Men endi kichigimdan shu 2-3 yosh vaqtimdan boshlab o uchoq bizning uchoqlarda mahalla-mahallalarda laba har bir shu deyilib bilan qadab qo'ydigan. Shu laba soat 5:30da boshlaydi. Boshlasa to'rikning qishig'i berib, toshni o'tirib oldim qarab. Kechgacha bir kun kechgacha o'tiratdim shu yerda 3 4 5 5 6 yosh vaqtlarimda. O laba deb qo'ygan naqshlarni bir anglab tutib oldim. Uyga kiriblar, apamlarga dadimlarga o'q beratdim-da. O sajib zihni o'chiq ekan, seni o bu degan shunday rag'batlarni berdi. Keyin endi 10 yosh vaqtga kirgan chaqda muzika qiziqib qoldim endi. Jampanga qiziqib qoldim-da. Shunlar bizning maktabda, shu Yezli Qo'ti maktabda mening bir tog'amniki ag'inisi bor. Xoliq muallim deydigan, Xoliq akamiz raqib deydigan. Shu muzika muallimi meni bayqab qoldi-da. Mushu iningni menga bersang deb akamga debdi ekan shunda. Bo'ldi deb oqisiq sep qo'ydi. Shu 10 yosh vaqtimdan boshlab shu royalchilikni shu akamizni o'rganganman. Dastlabda naqshig'imi qiziqqan, lekin royalchilikka bakrak qiziqqanman. O'sha ustam to'yga mang'atdi, ishdan sit maktabdan yana. O'sha to'yga mengiblar deyansingni bizni uyga akab qo'yatdi-chu, balam o'rgan senda. O'rgansa kechilab chilib, hatto deyansingni ustida shunday yetib uxlab qolgan vaqtlarim bo'lgan mening. Shunchalik chilib, ustamandan bilmagan yerlarimni o'zi ko'rsatib, meni qiziq yerim endi ona desam bo'lmasligi mumkin. Men deyansingni tang chapaq mas vaqtida meni ustam bir to'yga kelib, bizni uyda qo'nab qolgandi-chu. Shuning bilan deyansingni chalib, ichpasam chilib o'ynag'ina dedi bu. Deyansingni ichpaganda pas chiqib turdi-da. Chiqib turdi 30 Yamaha 32 jampantdi u. Shunday pasno chiqib turdi. Topdim-da o'zim kuyini topdim. Bir qattim deyansingni tanq bisbaqlagan vaqtim 12 yosh vaqtim tursa u. Shunday chep ketdim qarang o'zimla. Ey sen kim o'rgatdi? Kimdan o'rganding sen? Ustam hayron qolib shunday. Voy ustam, men hech kimdan o'rganmadim hali. O'zim mashina qo'limga oldim, chinilib ketdi bu. Desam, mening o'la ustam bilib bilmaydigan bir akamiz bor-da, G'ofur akamiz. Ey, men 1 yil bo'ldi men ustamni keyin yurgila. Men mushunchalik chep bo'lmadim bu narsani 1 yil bo'ldi aqini yurgil ustamniki. Sen bu qo'lingga ipil chep ketding buni deb o'zim hayron qoldim. O'zimning chep ketganiga asli amaliyotda noldan boshlash kerak-ku bu saviya. Nota degancha. Men o'zim ham sezimimga tayinib o'sha qilganti pasni chiqib bergan. Men o'zim tanishib chap ketdim-da. Shuning bilan bo'ldi, iningni menga bergan. Men bugundan boshlab shogirdlik qabul qildim-da. Shu bir mashq o'rgangancha ustamni keyin mana shu bergan o'g'it nasihatlarini bergan, o'yinlarni bergan ustozdan o'rganganman. 3 yil bo'lgan chog'da o'zim mustaqil deyansingni ko'tarib to'yg'monga bo'lgan 3 yilda. Demak 14 yosh vaqtimda u. 11 yosh vaqtimda o'rganganman. 14 yosh vaqtimda o'zim mustaqil to'ylarga chiqatdim. Yolg'iz qo'shib qo'ydi bir akamni men yo'lda ancha-muncha qiynalib qilishlar bo'ldi. Shunga bir akamizni beynimga sap qo'ydi, to'ylarga bordi. Ha, u bu kichik bola nima ish qila oladi? Bu bizning to'yni qizita olamsizlar, nima qilmoqchi deb ketgan meni. Kichik bolani kelib qo'yibsizlar bu yerga, men to'yimni nima qilay deysizlar degan vaqtda voy xotirjam bo'lasan, to'yini kechak chiqib o'tirdi. 14 yosh vaqtimda mushunday qilib deyansing eslab yurib, chilib o'rgangan malida to'yladi.